Agar siz sun'iy intellektdan yaxshi natija olishni xohlasangiz, unga qanday qilib to'g'ri so'rov berishni bilishingiz kerak bo'ladi. Bundan osoni yo'q aslida. 3 ta asosiy qismni yodda saqlashning o'zi kifoya. Ular bilan tanishing. Birinchisi rol, ikkinchisi kontekst, uchinchisi vazifa. Rol. Siz sun'iy intellektni kim sifatida tasavvur qilmoqchisiz? Masalan, uni advokat deb tasavvur qiling. Agar huquqiy maslahat kerak bo'lsa, uni shifokor qilib belgilang. Agar tibbiy ma'lumot so'rayotgan bo'lsangiz yoki tahlilchi o'laroq belgilang. Agar ma'lumot yoki statistika ustida ishlayotgan bo'lsangiz. Ikkinchisi kontekst. Siz undan nimani so'rayotganingizni tushunarli qilib yozing. Ya'ni mavzu nimadan iborat? Qanday vaziyatda yoki qaysi sharoitda foydalanyapsiz? Qisqacha ma'lumot berish ham juda muhim. Uchinchisi vazifa. Eng aniq qism. Siz undan nimani xohlayapsiz? Javob tarzi qanday bo'lishi kerak? Ro'yxatmi, maqolami, qisqacha xulosami? Agar shu uchala qismni aniq va tushunarli qilib yozsangiz, sun'iy intellekt sizni to'g'ri tushunadi va kerakli javobni beradi.